Assalamualaikum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Salom. Izzat aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Aka, mana Bobur mahallasidagi bashnini suvini izib ketgansizlarmi? Qaysi birini aka? Temurxo'ja Bobur mahalla. Bana Parchaqaraga chegara joyda. To'rdak, oxir qishloq. Kim qarovida ayting? Komil aka. Ha, uzilgan aka. Necha bashnini izasizlar aka sizlar? Qarz bor aka. Qarz bo'lsa, qarz bor odamimiz emasmi? Nima uchun bashnini izasizlar? Aka, endi qarz bor odamim siz. Yo'q, aka, qarzi bor odamni o'zingizdan nima uchun butun xalqni izib taylayapsiz? Aka, men hozir boraman, prokuraturaga arz taylayman. Nima sababdan izganingizga kim nima qiladi? Nima? Aka, general prokuraturaga ham taylang. Uyda o'tiringlarmi, telefon taylavering. Pulim xarajat qilib kelib yurmang jumaga. Yo'q, men shahrimizga taylayman, ishtaga Men senga taylayman. javob beraman kim bo'lsang. Uzganimga. Yo'q, nima sababdan uzasiz? Nima haqqingiz bor uzishga? To'laysan, suvda ichasan. Nima qilay men? Qismdan beryapman. To'lamagandiku o'zing. Prezidentga chiq. Nima qilishim kerak men?